qattiq gapirsak ham, yumshoq gapirsak ham benamozlik haqida o'zi payg'ambar alayhissalom aytib qo'ygan, Alloh aytib qo'ygan gap bor. Qattiq bo'lsin, yumshoq bo'lsin, bitta haq gap bor. Alloh taolo namoz o'qinglar dedi. Bu farz bo'ldi bu. Bu farz bo'ldi bu. Payg'ambar alayhissalom Allohdan olib turib, as-solat burhonul mu'min dedilar. Namoz mu'min kishini hujjati dedilar. Namoz o'qimagan odamda hujjati yo'q. Hujjati yo'q u odam. Men musulmonman deyishga haqqi yo'q, hujjati yo'q uni. Men Qirg'izistonliman deyman, dunyoni qayeriga borsam, pasportim bunday ko'rsataman-da, hujjatim bor. Qirg'izistonligimga. Allohning mu'min bandaligiga hujjati namozi. Mu'minlikka hujjat namoz. Namozi yo'q odamda hujjati yo'q. U odam men musulmonman deyishga haqqi yo'q.